Sherzod aka, bizda distributsiya kompaniya mijozlarimiz bilan shartnoma qilmasdan ishlaganmiz. Hozirgi vaqtda bitta mijoz bilan ish to'xtatdik. Biz shu mijoz bilan pul undiruvda qiynalmaymizmi? Bunday muammo sizga o'xshagan ko'p kompaniyada uchraydi. Buning natijasida nima bo'lishini hozir ko'rib chiqamiz. Qonun talabiga ko'ra, yuridik shaxslar o'rtasidagi shartnomalar yozma ravishda bo'lishi shart. Bu shartga rioya qilmaslik ortidan kelib chiqadigan eng katta muammo bu kelishmovchilik. Bunda mijozingiz bilan qandaydir sababga ko'ra kelisha olmasangiz va u sizga xizmatlaringiz, mahsulotlaringiz uchun bir tiyin ham to'lamayman desa, nima ham qila olasiz? Sotilgan mahsulot yoki ko'rsatgan xizmatingizga hech kimni ishontira olmaysiz. Chunki mijozingiz bilan yozma shartnoma qilmagansiz. Tadbirkor va mijoz o'rtasidagi shartnoma yozma ravishda bo'lmagan bo'lsa, nafaqat pul, balki kelishuvning boshqa shartlari bo'yicha ham muammolar paydo bo'lishni boshlaydi. Shu kabi muammolarga uchramaslik uchun sizga professional advokatlarning xizmati kerak bo'ladi. Xizmatlarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.